Yegane yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah. Abduvali Sayid. Korrektor Abduvali Sayid. Bat va muqovil loyihalaguvchi A. Aqxon. Islomda aqida uqumi. Aqida so'zining lug'at va istiloh, iste'mol ma'nolari. Aqida degan so'z arab tilidagi aqdun kalimasidan turlangan va shu asosda tilimizga o'zlashgan bo'lib, chagmak, tugmak, bog'lamoq qatorliq ma'nolarga ega. Bu so'zning mazkur ma'nolari faqat moddiy shaylarga qartilgan bo'lmasdan, ma'naviy qimmatlarning o'zgarmas va chambarchas bo'lib bekitilishiga ishlatiladi. Uning yana buzishga bo'lmaydigan ahdlarga, kishilar aro tuzilgan xiloflik qilishga bo'lmaydigan kelishim va to'xtamlarga ishlatilishi so'z tomirining asli kelib chiqishiga uyg'un bo'lib, bu so'zning moddiy va ma'naviy narsalarga o'rtaq qo'llanib kelinganligi shu sababdandir. Qur'on Karimdami aqdun degan so'zning yuqorqidek ma'nolarga ega ekanligiga ishorat qilib bundoq deyilgan. Ey mu'minlar, aqidalar, ahdilarga vafo qilinglar. Maida surasi 1-oyat. Mazkur oyatda kelgan aqdun degan so'z bir jihatdan ikki taraf o'ttirisidagi moddiy bog'lanishni ko'rsatsa, yana bir jihatdan buzilish va xiloflik qilinish bilan asldagi puxtaligi va mustahkamligi yo'qolib ketadigan ma'naviy bog'lanishga ishlatilganligiga ishora qilingan. Iste'molimizdagi aqida va e'tiqod so'zlarimi mazkur aqdun degan so'zdan kelgan bo'lib, bu ikki so'z bilan ularning asli so'z tomiri bo'lgan aqdun kalimasi va u ifodalagan ma'nolar orasida o'rtaqliklar mavjud. Bu o'rtaqlik shuni ko'rsatadiki, aqdun degan so'z yuqorida aytib o'tganimizdek moddiy jihatdagi mustahkam tugunni, chigilgan bog'lanishni ifodalab qolmay, ma'naviy jihatdan o'zaro bekitgan va'da, ahda, to'xtam degandek ma'nolarni ifodalab keldi. Shuningdek, bu so'z aqida ilmi sohasida ma'naviyatdagi inson qalbiga haqiqiy o'rnagan, mustahkam chigilgan, har qanday gumon va shakdan xoli bo'lgan ishonch va tasdiqni bildirib kelgandir. Bu nuqtadan e'tiqod va aqida so'zlarini bir qadar umumlikqa ega deb qarash mumkin. Umumlikqa ega deganda haqiqat ustiga qurilgan tasdiqnimi, safsata ustiga qurilgan tasdiqnimi o'xshashla e'tiqod va aqida deb atashga bo'ldiganligi ko'zda tutiladi. Albatta, Alloma Bannanining e'tiqod degan so'zga bergan buni ta'birimi mushu nuqtani chiqish qilgandir. E'tiqod haqiqatga uyg'un kelish yoki kelmasligidan qat'iy nazar keskin ammo o'zgarishni qabul qiladigan hukmdir. Bu ta'bir bo'yicha bo'lganda sog'lom e'tiqod haqiqatga uyg'un bo'lganidir. Mubada haqiqatga uyg'un kelmasa, u chaqda bu uning buzuq e'tiqod ekanligini ko'rsatadi. Buningdan e'tiqod va aqida degan so'zlarning to'g'ri aqidagimi, xato aqidagimi ishlatilganligini, shundaqla mayli to'g'ri yoki xato bo'lsin, keskin tarzda ishonch bilan qilingan har qanday tasdiqlashni e'tiqod deb atashga bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Aqida degan so'zning istiloh ma'nosiga kelsak, u istilohda har qaysi qaratmaliklari bo'yicha xos ta'birga ega. Istilohda bu so'zga umumiy ma'nosi ko'zda tutilganda bir xil ta'bir berilsa, xos ma'nolari ko'zda tutilganda yana bir xil ta'bir berilgan. Shu sababdan ish-harakat va amallar garchi aqida asosida ado qilinadigan bo'lsa-mu, diniy aqida degan vaqtimizda aqidaning obyekti odatda amal va ish-harakat bo'lmay, ko'pincha e'tiqod qilish maqsad qilinadigan ishlar bo'ladi. Umumiy ma'nosi bo'yicha aqidaning ta'biri har qanday gumondan xoli, keskin hukmdan iborat. Bu ta'birga asosan e'tiqod qilguvchining qilayotgan aqidasi to'g'ri yoki xato bo'lishidan qat'iy nazar, uning qalbida ma'lum narsaga shaksiz ishonish va tasdiqlash vujudga chiqqanli bo'lsa, uni aqida yoki e'tiqod deb ishlatishga bo'ldiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xos ma'nosida aqidaning islom dinining bir butun ta'limlariga ko'ra berilgan ta'biri ko'zda tutilgandir. Ahli sunnat va jamoa olimlari islom aqidasi haqida mundaq bir qancha turli ta'birni bayon qiladi. Bular: 1. Aqida shariatda e'tiqod qilish va tasdiqlash vojib qilib belgilangan narsalarga shaksiz ishonishni ko'rsatadi. Imom Taftazani bu ta'birni izohlab mundaq deydi: Bu yerdagi e'tiqod qilish deganimizda shariatda e'tiqod qilish kerak narsalarni musulmon kishining o'z aqidasi qilib bekitishi ko'zda tutilgan. Bu jihatdan aqida uqumi insonning diniy ishlarda e'tiqod qilishi va tasdiqlashi kerak bo'lgan narsalarni ko'rsatadi. 2. Aqida ko'ngil tasdiqlagan, qalb xotirjam bo'lgan va egasining nazarida shak aralashib qolmaydigan darajada mustahkam ishonchga aylangan narsalarni ko'rsatadi. Ta'birlardan ko'rib olishga bo'ladiki, aqida e'tiqod qilguvchida hech qanday shak bo'lmagan hamda gumon yoki farazga tayanmagan holatda reallikqa uyg'un bo'lish talabini hozirlagan keskin ishonishdan iborat.
Navada bu ishonish kaskin bilish va ilm ma'rifat asosida shakllanmasa, bu xil ishonishni haqiqiy ma'nodagi aqida yoki e'tiqod degili bo'lmaydi. İslam aqidasining aqida obyektlari Allohga iymon etish, Allohning farishtalariga, payg'ambarlarga, kitoblarga iymon etish, oxirat kuniga, yaxshi va yomon taqdirining hammasining Alloh tarafdan bo'lganligiga iymon etish, shundaqla Qur'on va sahih hadislarda isbotlangan va salaf solihlar birlikka kelgan aqidaga doir masalalarga yoki g'aybga aloqador barliq xabarlarga shak qilmagan, gumon aralashtirmagan holatda ishonish, Allohning amr farmonlariga mutlaq bo'ysunish va Muhammad alayhisalomga shartsiz ergashish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xulasa shuki, aqida deganimiz payg'ambar tarafidan insonlarni iymon keltirishga chaqirgan, inson qalbi uningga bog'lanib to'g'riliqini jazmlashtirgan, kaskin haqiqat ekanligiga ishonib, mayli bu ishonish aqlni va yoki vahiy chaqiriqlarini yoki sog'lom ongni manba qilgan yoki bularning hammasini birdek manba qilgan bo'lishidan qat'iy nazar ikkilanishga yoki shubhiga o'rin qoldirmagan holda iymon keltirish kerak bo'lgan barliq narsalarga chin qalbidan ishonish va tasdiqlashdir. Mana bu ma'nolar va ta'birlarning hammasi Alloh taolaning shubhisizki haqiqiy mo'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirib, andan shak keltirmaganlardir degan oyatining ruhidan kelgandir. Hujra surasi 15-oyat. Xos ma'no bo'yicha berilgan ta'birga nazar ag'dirganimizda, shartlari to'liq hozirlangan e'tiqodning qarg'ularcha ergashish orqali emas, bilim ma'rifat va dalil isbot asosida barliqqa keldiganligi aks ettirilgan. Mana bu alohida diqqat qilishimiz kerak bo'lgan nuqtamizdir. Chunki yuqorqi ta'birga uyg'un e'tiqodning bilim ma'rifat va ilmiy paketni asos qilmay turib shakllanishi tasavvurdan to'limi yiroq bo'lib, mazkur nuqta Qur'on Karimda ta'kidlangan. Qur'on bu haqda mundaq deydi: Bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Muhammad surasi 19-oyat. Oyatning bilgin iborasi bilan boshlanishining o'zidilla shuni ko'rib olishga bo'ladiki, islom dini o'z ta'limotlarida oldi bilan bilim ma'rifat orqali bilishni ishga oshirishni, bo'libmi Allohga doir aqidalarni dalil isbotlar bilan bilgandan keyin ondan aqida qilishni ta'kidlaydi. Iymon va aqidaning bilim ma'rifat bilan chambarchas bog'lanishi kerakligini tashabbus qiladi. Shunga buyuk olim Imom Buxoriy o'zining sahih hadislar to'plamida yuqorqi oyatga binoan bilim ma'rifatning amaldan avval tahsil qilinishi lozimligi haqida maxsus tema turg'izgan va kitobining 10-bobida amal qilishning bilim ma'rifat asosida bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. E'tiqod qilishmi o'z navbatida qalb amallari qatoridan bo'lg'achqa, tafsirshunoslarmi yuqorqi oyatni Imom Buxoriyga o'xshash ma'noda tafsirlagan. Tafsirshunoslardan Shayx Sa'di mundaq deydi: Oyatda bilishga buyruq qilish orqali qalbni tavranmas qilishning va qalbni ma'rifat bilan to'ldirishga lozim bo'lgan bilimlarni egallashning zarurligi maqsad qilingan. Allah Taala buyurgan bu ilmda uning yakka yegonaligini bilishdan iborat har bir insonga farz ayn qilib bekitilgan ilm, ya'ni tavhid ilmi ko'zda tutilgandir. Shuning uchun bu ilm har qanday ahvolda hech bir insonning zimmasidan saqit bo'lmaydi, balki har kimning tavhidni bilishi vojibdir. Demak, bilim ma'rifat aqidani barliqqa keltirib, uni mustahkam qurib chiqishdagi asosiy uldir. Qaraydigan bo'lsak, Qur'on Karim ko'plagan oyatlarda to'g'ri e'tiqodga yetish uchun tafakkur qilishga, aql ishlatishga, izlanishga buyuradi. Tafakkur qilganlarni madhiyalaydi. Shundaqla qarg'ularcha ergashish orqali botil aqidalarga taslim bo'lguvchilarni aqlni ishlatmaganligi, tafakkur qilmaganligi bilan qattiq ayiblaydi. Masalan, Alloh taolo Al-Imron surasida shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Al-Imron surasi 190 va 191-oyatlar. Deyish orqali tafakkur qilishga chaqirgan va tafakkur qilganlarni madhiyalagan bo'lsa, Baqara surasida har qancha ularga, ya'ni mushriklarga Allah nazil qilgan narsaga, ya'ni Allah payg'ambariga nazil qilgan vahiyga, Qur'onga ergashinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bovlarimizdan qolgan dinga ergashimiz deyishidi. Ota-bovlari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga ergashamdi. Kafirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi xuddi ma'nosini tushunmay, tavushni va nidonini anglaydigan chaharpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gasdir. Haqni so'zlashdan gajidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Baqara surasi 170 va 171-oyatlar.
deyish orqali Allohni qo'yib uningdan boshqaga cho'qingan va qarg'ularcha agashganlarni aql farosatni, bilim ma'rifatni, dalil isbotni asos qilmay, o'zgalarga taqlid qilish va dalil isbotsiz agashishni asos qilganlarni qattiq ayiblaydi. İslam dinining dogma shaklda e'tiqod qilmasdan bilim ma'rifat, aql farosat va dalil isbot asosida aqida qilish chaqiriqining bu qadar favqulodda ekanligini muayyanlashtirgan katta olim Imom Muhammad Abduh mundaq deydi. Aql va din ikkisi tunji bo'lib bir payg'ambarning tili orqali nozil qilingan muqaddas kitobda qil sig'maydigan tarzda jon jigar do'st sifatida o'tirg'a chiqdi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, islom talab qiladigan aqida uqumi navbatda g'arb madaniyatida aqida so'zi o'rnida ishlatilib kelingan dogma degan so'z ifodalaydigan uqum bilan tubdan farqlidir. G'arbliklar qo'llangan dogma, ya'ni aqida degan so'z ifodalaydigan ma'no yuqoriqidek avval tafakkur qilish, izdinish, andin bilish, undan keyin tasdiqlab aqida qilishni bildiradigan aqida degan so'ziga tangdosh bo'la olmaydi. Chunki g'arbning qo'llangan so'zi insonning hech qanday surishti qilmay turib butunlay taslim bo'lishini talab qiladigan diniy aqidalar yig'indisi degan ma'noni ishoratlaydigan so'z bo'lib, bu xil uqumni ifodalaydigan so'z albatta islom dini istimaridagi aqida, e'tiqod so'zlari ifodalaydigan ma'nodan to'limi yiroqda. Biroq bumi islomning e'tiqodga bo'lgan tonishi bilan g'arbning diniy e'tiqodga bo'lgan tonishi orasida osmon zamin farq borligini ko'rsatadi. Albatta İslamның itiqadqa tutqan bu xil pozitsiyasi uning itiqad bilan ilmni bir gavda qildigan aqida ta'limotlarida dalil isbotga to'yinish ishga oshirilgan aqlning eng asosiy talablariga uyg'un keladigan bir din bo'lishdak xosliqidan kelgandir. Istilohdagi aqida uqumi bilan aqida ilmi o'rtasidagi farq. Aqida olimlari musulmon kishining aqidasini mustahkamlashga, iymonini kuchaytirishga yordami bo'ladigan botil aqidalarga raddiya berib, dinning e'tiqodiy haqiqatlarini namoyon qiladigan ilmni aqida ilmi degan nom bilan ataydi. Oldingi temada bayon qilganlarimiz aqidaning uqum va insonga tatbiqlangan amaliyot asosidagi ta'biri bo'lsa, bu yerda bayon qilinadigan ta'bir islom aqidasiga mustaqil bir ilm sifatida qarab berilgan ta'birdir. Undaqda aqida ilmi qandaq ilm? Aqida ilmi mustaqil ilm sifatida Allohning ism va sifatlari, qilim etimlari haqida, shundaqla farishtalar, payg'ambarlar, avliyolar va imom yetakchilarining ahvoli, koinotning boshlanish va oxirlash masalalari, oxiratdagi g'aroyib hadislar qatorliq g'aybga aloqador masalalarni islom dini manbalarida kelgan ilmiy metod asosida tadqiq qiladigan, aqidani mustahkamlab, turli shubhilik va bid'at qarashlarga raddiya beradigan ilmdir. Bu ilm usuluddin ilmi, tavhid ilmi, ilahiyat ya'ni teologiya ilmi, kalam ilmi, sunnat ilmi, fiqhul akbar qatorliq bir qator ismlar bilan atalgan bo'lib, bu ilmning yuqoridagi har xil atilishidagi sabab ismlarning har birida aqida ilmining ma'lum xosligi asosiy o'ringa qo'yilganlikdandir. Olimlar muayyanlashtirib o'tganidek ma'niga ism yoki ta'bir berilgan narsaning mohiyatini ifodalab berishga ta'sir bo'lmagan ahvolda ilmiy va diniy sohalarda atalg'ular ko'p bo'lsa, shundaqla ma'lum shay'ining bir qancha taraflari ko'zda tutilib, nom yoki ta'bir berilsa kerak yo'qdir. Shunga aqida ilmi mayli uning dinning ana masalalarini asosiy tadqiqot obyekti qilganlik uchun usuluddin ilmi yoki al-fiqhul akbar ya'ni cho'ng fiqhi ilmi deb atalgan bo'lsin yoki uning azg'un aqidalarga kuchlik raddiya berishda kalamni ya'ni so'zni ko'p qilish kerak bo'lganligi nazarga ilinib kalam ilmi deb atalgan bo'lsin va yoki bu ilmning javhari uning yakka xudolik shuari bo'lganligi uchun tavhid ya'ni bir xudolik aqidasi ilmi nomi bilan atalgan bo'lsin, hammasi bir ma'nini ya'ni dinning aqida masalalari ustida tadqiqot qiladigan ilmni ishorat qiladi. Bu jihatdan mazkur ilmni har qaysi maslak ahli nima deb atishidan qat'iy nazar mohiyatda hammasida o'xshash bir obyekt ko'zda tutilgandir. Aqida olimlari mazkur ilmga bu ilmning yuqoridagi alohida taraflarini gavdalantirgan asosda ta'bir bergan bo'lib, qarmoqqa hammasi o'xshamagan iboralar orqali ta'bir berganda qilsimi, mohiyatda muddao jihatdan o'xshash ma'nini, ya'ni aqida ilmining alohidaligi, vazifasi yoki xosligini ifodalashni asosiy o'ringa qo'ygan edi. Qadimda Ibn Xaldun jamiyatshunoslik ilmiga asos tiklagan shahona asri Muqaddima nomli kitobida aqida ilmiga, aqidaga doir aqliy faktlarni o'z ichiga olgan va aqida masalalarida xato yo'lda yurguvchilarga raddiya berish vazifasi bo'lgan ilm deb ta'bir bergan bo'lsa, yana boshqa olimlar yuqoriga o'xshib ketadigan faqat qisman farqlarga ega boshqa ta'birlarni berishgan. Aqida ilmi to'g'risida Imom Iji va Imom Taftazani qatorliq aqidashunos olimlar tuvandikicha ta'bir berdi.
Aqida ilmi dini aqidalarni pakitlarga tayangan, shubhilarga radiya bergan asosda o'zgalarga isbotlab va izohlab berish iqtidoriga ega ilm. İmam Muhammad Abduh mundaq deydi: Aqida ilmi Allohning mavjudligi haqida, shundaqla Allohga va uning payg'ambarlariga nimani isbotlashning vojibligi, nimani isbotlashning joizligi va nimani isbotlashga bo'lmaydiganligi haqida tadqiqot qiladigan ilm. Azhar Universitetining hozirgi davr aqidashunos olimlaridan professor doktor Hasan Shafi'i islom aqidasi haqidagi ta'birlarning hammasini yig'inchoqlab, aqida ilmiga tuvandagicha ta'bir berdi. Aqida ilmi Allohga, payg'ambarlikka va g'aybga munosabatli ahkamlarning haq ekanligini dalillar orqali isbotlash va bu haqdagi shak shubhalarga radiya berish to'g'risidagi tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan ilm. Aqida ilmi yuqoridek har xil ta'birlar bilan izohlangan bo'lsa-mu, diqqat qilganimizda ta'birlarda ifodalangan asosiy mazmunning mundaq ikki nuqtaga markazlashganligini ko'ra olamiz. Bular: birinchi, islom aqidasi va uningga aloqador masalalarni dalil va faktlar asosida isbotlab chiqish. Ikkinchi, aqida masalalariga qarata tashlangan shubhalarga ilmiy usulda radiya berish. Bu nuqtalarga asosan aqida ilmiga tuvandagicha ta'bir berishimiz mumkin. Aqida ilmi dalil va faktlar asosida diniy aqidalarning haqiqatini bayon qilib berish va uning bu vaqtdagi shak shubhalarga radiya berish vazifasini o'z ustiga olgan ilmdir. Ko'rib turganimizdek, aqida atalg'usining ta'birida uning uqum jihatdan ko'zda tutiladigan va amaliy tatbiqlashda ishlatiladigan ma'nosi asos qilingan. Aqida ilmining ta'birida bo'lsa, uning xarakteri va vazifasi asos qilingan. Bu yerdagi aqidaning ta'biri bilan aqida ilmi o'rtasidagi farq aqida uqumiga nazariyaviy ilm nuqtasidan emas, uqum va tushuncha nuqtasidan ta'bir berilgan bo'lsa, aqida ilmiga xuddi boshqa nazariyaviy bilimlarga o'xshashla mustaqil nazariyaviy ilm nuqtasidan ta'bir berilgan. Izoh: yuqorida aqida uqumi va aqida ilmining ta'biri haqida bayonlar berildi. Shu nuqtani eskartish zarurki, biz navbatda iste'molda qo'llanib kelgan aqida atalg'usi saodat davri bo'lgan payg'ambar davrida taxil maydoniga kelmagan. Qaraydigan bo'lsak, Qur'on Karim va hadislarda biz navbatda ko'zda tutayotgan istilohdagi aqida atalg'usi tilga ilinmagan, balki birla atalg'u, ya'ni iymon atalg'usi qo'llanilgan. Undaqda bu atalg'uning saodat davrida qo'llanilmaganligi yoki uning Qur'on va sahih hadislarda hozirgi istiloh ma'nosi bo'yicha zikr qilinmaganligi uning bid'at atalg'u ekanligidan va ilmiy sohada qo'llanishdan cheklanishning zarurligidan derak beramdi. Albatta undaq bo'lmaydi. Chunki aqida atalg'usimi xuddi shariatdagi boshqa ilmlarda payg'ambar davridan keyin maydonga kelgan atalg'ularga o'xshashla ilmlar oddiylikdan murakkablikka, ixchamlikdan tafsiliylikka qarab manganlikdan, shuningdek ilmiy va atrofliq tushuntirishga yordami bo'lish uchun diniy bayonlar turli taqsimotlarga ayrilib izohlanishi zarur bo'lgan davrlarda barliqqa kelgan. Ilmlarning har qaysi sohalarga ayrilishi va ichidan ajrab mustaqil tadqiqot obyektlariga taqsimlanishi, natijada har birining mustaqil ilm bo'lib shakllanishi, e'tiqodga doir masalalarni ayrim-ayrim tadqiq qilish va uni mustaqil nazariyaga ega qilish hamda buning turtkisida bu masalalarni ana shundoq atalg'ularga ayirish va taqsimlash zaruriyati tug'ildi. Shuning uchun aqida atalg'usimi xuddi shar'iy bilimlardagi boshqa yangi va ijodiy atalg'ulardek shar'iy jihatdan qo'llanishi yo'lliq va zarur bo'lgan istilohlar jumlasidandir. Shunga qadimdan tartib olimlar bu atalg'uni xuddi hadis ilmi, tafsir ilmi va boshqa ilmlardagi shariatga muxolif bo'lmagan shariat bayonlarini atrofli tushunishga yordami bo'ladigan atalg'ularni qo'llanib kelganga o'xshash hech qanday harajsiz qo'llanib kelgan edi. Shuning uchun dinning ro'yiga muxolif bo'lmagan ilmiy va diniy atalg'ularning shar'iy ijtihod o'lchamiga uyg'un shaklda maydonga kelishi va ishlatilishi tamoman yo'lliqdir. Bu yerda aqida degan so'zning sunnatda yoki hijriyaning dastlabki 3 asrda yashab o'tgan ulamolarning bayonlarida kelmaganligini sabab qilib, bu so'zni shar'iy so'z qatoridan sanamaslik tashabbusida bo'layotganlarmi yo'q emas. Ularning qarashicha bu so'zni cho'qim payg'ambar yoki salaf solihlar avval ishlatgan bo'lsa, ondan uning shar'iy asosi bo'lgan bo'ladi. Biz bu shubhaga qarata tuvandagicha radiya beramiz. Birinchi, oldi bilan yuqorida qayd qilganimizdek, navoda bir so'z islomning asosiy prinsipi va maqsad ro'yiga xilof bo'lmasa, shar'iy ilmlarda u so'zni istiloh va atalg'u sifatida qo'llanishga bo'lganligi hamda uning shar'iy jihatdan biror cheklamaga uchramaydiganligi ko'pchilik olimlar tomonidan muayyanlashtirilgan va bu nuqtada ular orasida ixtilof yo'qdir.
Ikkinchi, masalaga obyektiv qaragan vaqtimizda aqida degan so'zni shar'iy bayonlarda kelmagan yoki salaf solihlar tilida ishlatilmagan degan da'voning o'zi asossiz bo'lib, ilmiy asosga ega emas. Chunki bu so'z hadis sharifdimi hamda salaf solihlar tilidami kunimizdagi ilmiy istilohga yaqin ma'noda ishlatilgan. Masalan, payg'ambar alayhissalom 3 turli xislatga aqida bog'laganlik kishi jannatga kiradi degan hadisda mazkur so'zni ishlatgan. Hadisning ma'nosi shuki, musulmon tilga ilingan 3 xislatni qalbiga mahkam o'rnatib amal qildiganlar bo'lsa, bu 3 xislat uni jannatga ilib kirishga yetarlikdir. Yanimi astadil qaraydigan bo'lsak, mazkur so'zning juz'iylarining Qur'on Karimda kelganligini, sahoba kiramlarning o'sha bu Qur'oniy bayonga qarata bergan izohlarda mazkur so'zni ishlatib, uning ma'nolarini yeshib izohlaganligini uchirtamiz. Alloh taolo mundaq deydi: Allah sizlarni savallik bilan qilgan qasimlar uchun javobgarlikka tortmaydi, lekin qasddan qilgan qasimlar uchun javobgarlikka tortadi. Maida surasi 89-oyat. Aisha radhiyallohu anha yuqorqi oyatdagi bima aqattumul ayman degan bo'ligiga bergan tafsirida bu bayonning behuda qasam masalasi ustida bo'layotganligini, odatda arablar Alloh bilan qasamki deganda qasam uchun emas, balki da'vatgan so'zining rostligini ta'kidlash va birovni ishontirish uchun ishlatilganligini bayon qilib mundaq degan. Arablar ma'lum bir ishda jidallashib qolsa, Alloh bilan qasamki, azbiroyi xudo undaq emas, qasam qilayki degandek so'zlarni ishlatadi. Ammo bu ularning qalbida mahkam o'rnagan narsa emas edi. Aqdun degan so'z yuqorqi oyat hamda hadis sharif va sahobalardan kelgan naqllarda har xil variantlar bilan garchi kunimizdagidek istiloh ma'nosi bo'yicha ishlatilmasimi, ammo lug'atdagi so'z ma'nosi bo'lgan bog'lash, chigish, mahkam o'rnash degan ma'nolarda ishlatilganligini ko'ramiz. Salaf solihlarga eng yaqin mo'tavarlardan Muhammad Nasr al-Maruzi mundaq degan: Allahni saxiy emas, go'zal madiyaga tegishli zot emas deb e'tiqod qilgan kishi kufr aqidadagi kishidir. Imom Ibn Surayj mundaq deydi: Qur'ondagi mutajabih oyatlarga bo'lgan aqidamiz shuki, biz bu oyatlarni muxolif yo'l tutquchilarning ta'villariga ergashmasdan, tashbihchilarning tashbihlari bo'yicha tafsirlamasdan shartsiz qabul qilamiz, rad qilmaymiz. Imom Tabari mundaq deydi: Allah Taala müminlarning so'ziga o'xshaydigan so'zlarni qilib, ammo qalbida deganlarning aksiga aqida qilganlarni munofiq deb atagan. Bu haqda Allah payg'ambariga xitob qilib mundaq deydi: Munofiqlar sening oldingga kelgan chaqda guvohlik berimizga sen haqiqatan Allohning payg'ambaridirsan deydi. Sening haqiqatan Allohning payg'ambari ekanligingni Alloh biladi. Alloh guvohlik beridiki, munofiqlar haqiqatan yolg'onchilardir. Hakim Tirmizi mundaq degan: qalbida Allohning yoki yegana sherik yo'q ekanligiga aqida qilgan, Rabbini tunib o'zini uningga topshirgan kishi haqiqiy musulmondir. Yuqorqi manbalardan ko'rib olish mumkinki, aqida va uning bilan to'mirdash so'zlar payg'ambar davri, sahobalar va ularning izbosarlari bo'lib, umuman salaf solihlar tilida joriy bo'lgandir. Albatta, ilmiy istiloh qo'llanishda yuqorida aytganimizdek navoda yangi ilmiy yoki diniy atalg'ular diniy tekstlarda yoki salaf solihlar tilida kelmagan taqdirdami bekitilgan shartga uyg'un kelsila, uni qo'llanish cheklangan emas. O'sha bu fikrimiz aqida degan so'zdimi kuchga ega. Shar'iy dalillar orqali bu nuqtani to'liqlab bayon qilib qo'yishimizning sababiga kelsak, bu bir tarafdan mazkur so'zni qo'llanishni shariat ilmiy nuqtasidan to'g'ri emas deydigan yuqorqidagi da'vochilar uchun raddiya hisoblansa, yana bir tarafdan mushuningdek islom aqida sohasiga qaratib aytilgan vaznsiz, o'rinsiz shubhalar uchun javobdir. Kuchli qarashga asoslanganda aqida degan bu atalg'uning Hijriya 3-asrdan boshlab ilmiy atalg'u sifatida ishlatilishga boshlanganligi va Hijriya 4-asrda kunimizdagidek rasmiy qaliblashgan ilmiy istilohga ega so'zga aylanganligi ma'lumdir. Sajiya Islom tadqiqot markazi